Sanjar aka, Ha. tayland kelsak mazza bo'ladi dedik. Mazza bo'lmayapti-yu. Bunaqa ovqatlarni yegandan keyin kanishdan mazza bo'lmaydi, hidinga turib bo'lmayapti-yu. Voy. Ha. Mana buni qara. Uy, Vostok, O'zbek restoran. Ketdi. Uy, Sanjar aka. Oling. Akalar, bu syomka qilyaptiruvdik biz. Aka, ming bor uzr bor-u, Taylandga kelganimizga bir hafta bo'ldi. Olib kelgan narsalarimiz ham tugadi. Sassiq ovqatlarni yeolmayapmiz, aka. Chayligilib, ujur to'g'risi bor-ku. Xursand bo'lib ketdi mana buni ko'rib. Gap yo'q akalar, tushundim men sizlarni. Prosta ovqatlarim sovib qolgan edi. Sizlarga men qaynab qilib bermoqchi edim-da. Voy, aka, shunaqa demaysizmi? O'zimizning ovqatlarni suvog'i ham ketadi-yu, nima Ha, deysiz? to'pida qaragan o'zimizning milliy taomlarning hammasi bor ekan bu yerda. Voy, osh, shashlik, Voy, hammasi. biftek, voy, bistrogin. Hamma, voy, somsalargacha qilib qo'ygan yerlarga men vesh ketdim. Gap yo'q. Sanjar aka, yesishda bizga o'xshab adashib yurganlarga maslahat, Tailandda Puketga kelishsa, обязательно Vostok choyxonasiga, Vostok restoraniga kelishini tavsiya qilib qolamiz. Kelinglar, hammalarni kutamiz.